Moonvillani to'liq obzorni ko'rmaganlar uchun spesialniy sizlarga ko'rsatib o'taman ketdim. Eshikdan primoy kirib kelishinglar bilan bitta o'ng tomonga qayrilasizlar, sirazi sizlarni katta basseyn kutib oladi. Mana qaranglar, go'zalligini. Eng qizig'i, basseyndan bitta chiqib kelib, besetkaga o'tamizda, besetkada ko'pchilik komanda bilan mafiya o'ynab yoki qanaqadir bir o'yin o'ynab, qiziq gaplashib ovqatlanib o'tirsa bo'ladi. Bemalol 30 kishi kelasizlarmi, 20 kishi kelasizlarmi, hammaga joy yetadi. Hozir ichkariga kiramiz, ichkarida xonalarni va nima borligini mas'uliyat hammasini ko'rsataman, ketdik. Bitta basseynni ko'ramiz. Basseyn vashshi zo'r, juda ham chiroyli, o'tda go'zal deydi-yu. Kalla bitta tashiysizlar, tantanni tagidan ko'ryapsizlar mana. Sharsharasin tagidan bitta chiqasizlar, ozgina maza qilib o'zingizlar uchun dam olib, hamma narsani dunyoni tashvishini unutasizlar-da. O'tdan chiqib turib keyin saunalarimiz bor, ikki xil, turetskiy, finskiy sauna. Bemalol paricha qilib, dam olib o'tirsanglar bo'ladi. Undan tashqari dam olish uchun xonalarimiz bemalol 7 ta spalniyimiz bor, ularni ham olib ko'ramiz, ketdik. Birinchi etajimizda spalniyalarni ko'ramiz. Bu ota-onalarimiz uchun birinchi katta spalniyamiz. Eng muhim narsa, har bir mijozimiz uchun bizning pastellarimiz yangi va toza, pokiza bo'ladi, sirazi almashtiriladi. Bu xonamizda ko'rib turganingizdek katta chiroyli dekorativ qilingan, mana chiroyli qilib ishlangan va smart TV'lari ham bor. Katta bu tarafda mana shkoflari ham bor. Endi ikkinchi xonani ko'ramiz. Bolalar uchun xonamizda 4 ta отдельный krovat bo'ladi. Har bittasini aytib o'tganimdek, pastellari top-toza va pokiza. Er-xotin va ota-onalar uchun yana bitta spalniyamiz. Juda ham ajoyib qilib kollaboratsiya qilingan qizil bilan oq. Juda ham go'zal smart TV bor. Undan tashqari alohida sanuzi ham bor. Bexijolat bu yog'i. Bu birinchi etajdagi katta mehmonxonamiz. 12 kishi sig'adigan katta stol. O'ng tarafda bu yoqda divan, kreslo, mягкий mebel qilib qo'yilgan. Bu yoq tarafimizda katta TV, smart TV bor, karaoke bor, PlayStation. Marhamat, yuring. Xullas, shaxmat ham o'ynasanglar bo'ladi bemalol. Ichkaridagi yopiq kuxnyamiz, gaz plita deysizlarmi, idish-tovoq yuvish uchun rakovina, xolodilnik, любой narsalarni sig'dirsanglar bo'ladi. Bu narsa pishiraman deydigan bo'lsanglar, duxovka bor, undan tashqari mikrovalnovka pech. Ikkinchi qavatdagi karaoke zalimiz, katta mana o'tiradigan keng joyi bor va PlayStation ham bor bu yerda. Undan keyin katta bitta zalga chiqamiz. Bu yerda bizani bilyard kutib oladi. Bilyardni yosh bolalarimiz uchun ham bor, mana kichkinasi. Keyin amerikanskiy futbol, agar qiziqqanlar bo'lsa bemalol o'ynaveramiz. Hech qayerga pul tiqmaymiz, pul tiqish shart emas. Maza qilib, massajni olib o'tirish kerak. Hozir hech kim massaj olishga vaqti yo'q, massajga borishga vaqti yo'q. Rashdachi keladigan bo'lsanglar, bemalol massaj olib keturasizlar. Xolasanglar shashka o'ynaysizlar, xolasanglar shaxmat o'ynaysizlar. Keyin bemalol terrasaga chiqib ketsak bo'ladi. Bitta terrasaga chiqsanglar, sizlarni atmosfera kutib oladi. Yaqinroq kelamiz. Bitta e'tibor bilan qaranglar. Bochkani eng zo'r joyida joylashgan, holi shunday ko'rinib turadi. Nafas olganingizdachi burningizlar maza qiladi, to'g'risi. Hozir ko'pchilik nafas olishdan qiynalyapti. O'shaning uchun kelsanglar, masalaga zo'r lakatlarni topib qo'yganman mana. Moonville maza qilasizlar. Terrasada bemalol bu yoqda o'tirsanglar bo'ladi. So'lcha kreslo bilan kachalkasi bor. Terrasaniki joylarimiz bemalol. Ikkinchi qavatdagi kazarmamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta kravat. Ikkinchi xonaga kiramiz. Gilamlari yumshoq. Momoq gilamni solib qo'yishgan. Bolalar uchun, kollektiv uchun, oila uchun farqi yo'q. Kim kelsa ham hamma sig'adi. 9 palni kravati bilan mana katta xona yana sizlarga. Ikkinchi qavatdagi yana bitta oxirgi xonamiz. Bitta kirasizlar, katta shkaf bo'ladi sizlarni. Bu yoqda detskiy kravat bo'ladi. Bitta kiramiz ichkariga yana. Hamda televizor, bu yoqda mana katta kravat yana. E'tibor beringlar. Har bitta xonada alohida konditsioner ishlaydi. Hech qanaqa muammo yo'q so'zdan. Bu dachamizning yozgi oshxonasi, mangal, qozon, xolodilnik, mo'yka, hamma sharoitlari bor. Bemalol shashlik, mangal qilib bemalol o'tirsa bo'ladi. O'rtoqlar, to'liq ma'lumot uchun ko'rsatilgan raqamlarga yoki direktga murojaat qilasizlar. Xudo xolisa, Moonville Dacha Comfort xizmatingizda. Sog' bo'linglar.